Assalomu alaykum. Biz insonlarda bir illatimiz bor. Ko'pchilik ahamiyat ham bermaydi. Bu kibr. Shaytonni la'natlanishiga olib kelgan narsa bu. Kibr. İnsanlarimizni ham juda ko'pchiliklarni aynitib qo'yadi. Ayniqsa ba'zi bir odam to'rttanga tushib qolsa, bitta yaxshi mashina minib olsa, aynib yo atrofdagilarni nazarini man qiladi. Bu yoqdagi odamlarga siz kimsiz aslida-da? Jeff Bezosmisiz? Millioner, milliarder bo'lmaysizmi? Asli ko'pchilik puldor odamlar ko'pchilik yakka qolib ketishadi. Nimaga? Borgan sari odamlarni o'zlaridan itarib, endi tabiiyki puldor bo'lgandan keyin, pul ko'paygandan keyin yordam so'rovchilar ko'p bo'ladi. Kelaversa odamni ko'rganda bir jahlab chiqadigan holatga kelib qoladi. Odamlar ham bundan o'zini olib qochishni boshlaydi. Bunga misol tarixda, hozirda ham bola chaqasi ham bundan kechib olgan, oxirida itiga, mushukka meros qilib qoldiryapti. Shunga sal o'zimizni bosib, odamlardan o'zimizni katta olmasdan, kibr qilmasdan, sal o'zimizga qarab, bosar-tusanimizni yo'qotmasdan yursak, yaxshi bo'larmidi? Shunaqa.